Bodring ekadigan joyimiz ham tayyor bo'ldi. Hozir suv qo'yib qo'ydim. Sababi suv qo'yishimdan maqsad bu sal o'tirishib toplash kerakda yer. Ertaga xudo xolasa indinga ekiladi bu bodring. Bodring uchun, pomidor uchun joylarimiz 110-120 sm bo'ladi. Men shuni qilaman-da. Nima uchun? Mana qalampir uchun, baqlajon uchun, sabzilar uchun kichkina joylarimiz 60-70 sm gacha bo'ladi. Shundan katta bo'lsa ham bo'lmaydi, kichkina bo'lsa ham bo'lmaydi. Layklaringizni kutaman. Kommentariyalaringizni. Ko'rishguncha xayr.